Nima shovqin? Jim o'tiringlar. Noto'g'ri. Agar siz o'quvchilaringizni darsda mana shunday tinchlantirayotgan bo'lsangiz, ishoning bu siz uchun eng katta zarar. Bu uchun sizga 5 ta texnika. Birinchisi, mani eshitayotganlar bitta qarsak chalinglar. Mani eshitayotganlar ikkita qarsak chalinglar. Mani eshitayotganlar 3 ta qarsak chalinglar. Ikkinchi texnika bu turli xil qo'ng'iroqlardan foydalanish. Uchinchi texnika biron bir she'r aytib, ifodali she'ringizni eshittirishga majbur qilish. Bu texnikadan Abdulla Avloniy ustozimiz juda ko'p foydalanganlar va hali hanuz ish beryapti. To'rtinchi texnika bu marhamat va beshinchi texnika shunga o'xshash texnikalardan foydalaning va darslaringizni zavqli, eng bolalar uchun qiziqarli darslarga aylantiring. Agar darslaringizda mahorat bilan dars o'tishni, sevimli ustoz bo'lishni xohlayotgan bo'lsangiz, unda zudlik bilan menga obuna bo'ling.